Hamma deysizlar. Xo'p, sizlarga hozir narsa aytmoqchiman. Opam tug'ilgan kuni. Opam tug'ilgan kunligi uchun opam meni oldin eski tapchada urardilar. Yomon qattiq deyardi, tapchada urganlar var, yomon urardilar. Hozir o'shaning uchun mana yangi tapchka olib keldim. Bu yangi tapchka menga qanaqa tegadi bilmayman-ku. Bu men uchun yumshoqroq tegsa kerak. Shuni akilab yumshoq tegadi deb olib keldim. Hozir meni ko'ramiz qanaqa tegishini. Opamning birinchi nafasi. Mama. Maya. So'za. Ha, tapchka olib keldim. Manga. Ha? Tug'ilgan kuning bilaman, tapchka mashinalardan bo'ladi. Qani? Og'ridimi? Yo'q. Og'rimadi? Ha, og'ridi. Og'ridimi? Ha. Yaxshi. Ya, yo'q. Yaxshi umuman. O'zi krasovka juda ham noqulay edi. Qarang mana. Mana buni. Krasovka? Mana qarang. Shunday qulay edi, tushunasizmi? Qulay? Ha, urishga qulay. Umuman qulay emas. Mana ko'rsataymi? Yo'q, ko'rsatma. Yo'q, urmayman. Sekin deydi. Ya qattiq sekin deydi, ha. Sekin deydi. Umuman sekin deydi. Unda krasovka bormi? To'xta. Ya. Ya. Sen Dubayda nimalar qilib yurarding? A? Planlar bu yo'lda lega. Yo'q, Dubayda nima? Ya. Dubayda nima qilay? Bechoram mashinaga boqib Xonada ha o'zi. Tez Bruzni chaqirmang, tez. Hozircha. Padarka. Kirib qoldi, padarka olib mamuli. Yomon tergan baribir.